Balki yaxshilab o'ylab ko'rarsiz. Hammasini o'ylab ko'rganman. Ortga yo'l yo'q. Eshitgaymiz kimlar nolib yurar emish. Qiz tug'ding deb ayolga do'q urar emish. O'g'ilni qiz bermog'i bu taqdirda bor. Bu dunyoda qancha odam tirnoq qazor. Xo'rlavermang. Yaxshimisiz? Men boya bolamni tashab ketgan bolaman. Voy, yaxshilab o'ylab ko'rdingizmi? Yo'q, sumkasi qolib ketibdi. Shohriz aka, menga qarang, men sizga savol beraman-ku. Onlayn bo'lsangiz ham uncha javob berishingiz qiyin. Birinchi bo'lib men bergan savolingni tushunishim kerak. Savolingni tushunishim uchun men savolingni analiz qilishni boshlayman. Analiz qilib bo'lganimdan keyin savolingni tushunganim to'g'risida amin bo'lishim kerak. Amin bo'lganimdan keyin men savolingda podvox bormi yo'qmi o'shani qidirishni boshlayman. Podvox topganimdan keyin shtob ertasi kuni urushib qolmasligimiz uchun chiroyli so'zlarni qidirishni boshlayman. Chiroyli so'zlarni topganimdan keyin senga sekin javob beraman. Javob berib bo'lgandan keyin 2 kun, 3 kun ko'nglim g'ash bo'lib yuradi, chunki bergan javobimga seni atveting bo'ladi. Labbay shef. Xullas taktikani eshitlaring. Xo'sh. Salla meni bu toshga kutib turasanlar. Aha. Men ishora bermagunimcha umuman harakat qilmalaring. Xo'p bo'ladi. Siz nima qilasiz, boss? Men flash ot beraman, kirasanlar deganman men senga. Aka, o'ylab chiqibsan. Shuncha taktikani kimga qilding? Qayda o'ynaysan? Menga qara, bor kundaligini olib chiq. Ha. Jo'lon adasi men bo'laman, tinchlikmi? Menga qara, turani stolni ko'tarish keyin ovqatlanib o'rasan. Xo'p. Eski kiyimlaringni kiyib olgin. Ada, men sizni yaxshi ko'raman. Mana paqilda osali totmaymiz deb qo'l qo'yib berdik. Bor yoqalar endi. Sinf xop degani. O'rtoq yengildan keyin jalta kiyimlarni bolalar bilan gaplashishni tashlayman. Yaxshi yo'lga o'taman. Erga teg'otdilarmi? Kam bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasiz. Voy, kutmagandim. Kerakmasdi bolajonlarim. Ustoz, tashlayish odatingizni o'zish sovg'aga o'zingiz pul yig'dirdingiz-ku. Bor yo'g'i bir hafta dam olamizmi? Bir hafta ham ko'p o'zi. Biz kitob o'qishimiz kerak, bilim olishimiz kerak. Sen yangi yil kuni kelib darsda o'tir, hammamizning nomimizdan. Foydasi yo'q, bunga foydasi yo'q. O'rtoq, keyingi yil vaqtimiz ochilib ketsa-ya. Da, qaniydi? 2009larning hammasi ersiraganmi? Tavba qildim. Emas, yangi yillarga jakish tashlaymiz. Dasportga qaytish kerak o'zi. Aqllaring shuni, xarid etasanlar qolib ketadi. Asliyam tashlaylar, bunda tashlashsa ham odatlarni. Hozir yutib boraman.